Sochlaringiz uchun qilishingiz kerak bo'lgan 7 ta o'xot. Gap faqat shampunda emasligini anglab yetasiz. Videoni oxirigacha ko'ring va obuna bo'lishni unutmang. Birinchi o'rinda bu biz ishlatayotgan zakolkalar. Mana shunga o'xshash qattiq rezinkalar sochingizni strukturasini buzadi. Zakolkalar tufayli sochlaringiz tortirib yulinishi hamda chigallashishi mumkin. Mana bunaqangi shovq va satindan bo'lgan rezinkalardan foydalanishingizni maslahat beraman. Agar siz ham sochlaringizni qaynoq suvga yuvayotgan bo'lsangiz, sochlaringizni tabiiy himoya yog'larini yuvib yuboradi va kutikulalarni ochib tashlaydi. Shular tufayli sochlaringiz quruq va mana shunaqangi paxmoq bo'lib qoladi. Shuning uchun sochlaringizni doim iliq suvda yuvib, sovuq suvda chaying. Sovuq suv sochlaringizni paxmoqligini kamaytirib, ularga yanada blesk beradi. Uchinchisi bu nam sochlar bilan uxlash. Nam sochlar bilan uxlayotganingizda sochlaringiz yostiqqa yopishib qolib, yanada zaif bo'lib qolishadi. Undan tashqari nam sharoitda soch terisida zamburug'lar tezroq ketiladi. Tishchalari qattiq bo'lgan va uchida mana shunaqangi shariklari bo'lgan taroqlarda sochlaringiz tortilib yulina boshlaydi. Tishchalari yumshoq bo'lgan va uchlarida dumaloq sharikchalari bo'lmagan yumshoq silikonli taroqlardan foydalaning. Siz ishlatayotgan konus floykalarning tashqi qoplama metallik qoplamadan iborat bo'lsa, metal issiqda juda ham qizib, sochlaringizga ko'proq zarar yetkazadi. Shu tufayli sochlaringizni uchi tezroq gullab va qurib qoladi. Shuning uchun tashqi qoplama keramika yoki teflondan iborat bo'lgan konus va floykalardan foydalaning. Agar siz sintetika yoki qattiq paxtadan iborat yostiqlarda yotayotgan bo'lsangiz, bunaqa matollarda sochlarning yopishqoqligi kuchayadi. Tufayli sochlaringiz tolalari zaiflashib, tezroq chigallashib qoladigan bo'lib qoladi. Shuning uchun ipak yoki satin materialdan qilingan yostiqlarda uxlashingiz sochlaringiz uchun ancha zararsizroqdir. Va albatta oddiy sochiqlarda sochingizni quritayotgan bo'lsangiz, bu sochiqlar o'ziga ko'proq sochdagi namlikni tortib oladi, sochning tabiiy gidratatsiyasini buzadi. Shu tufayli mana bunaqangi sochiqlardan foydalanishingiz ancha zararsizroqdir.